Bunaqa avtomobil olgan akalarimiz orasida to'g'ri fikrlaydigan, bunaqa avtomobilni yengiligida broni plyonka qildirish kerak degan akalarimizni diqqatiga. Bu avtomobil ham xuddi shunaqa xizmat bilan ta'minlangan. Ya'ni BYD Han avtomobilni to'liq kuzovini broni plyonka qilib bitirganmiz. Mabodo sizlarga ham shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Keyin bu avtomobilni ikkitali oyna xizmatini qilib bitirganmiz. Avvalambor broni plyonka haqida qisqacha to'xtalamiz. Boshqa videolarimizda ham ko'p aytganmiz. Bunaqa avtomobillarga boshlanish narxi $1800 dan boshlanadi. 20 milliondan oshiqroq bo'ladi taxminan. Xo'p, aniqroq hisobbozma 23.400.000 so'mga boshlanish narxi bo'ladi. Mabodoga sizlarga ham shunday xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Comfort Tuning jamoasi sizlarning xizmatingizda bu xizmatni qildirganingizdan keyin avtomobilinglarni kuzovi yomon bo'lib ketishini oldini olgan hisoblanasizlar. Hurmatli akalar, bunaqa mashina olganingizdan keyin bitta qisqacha to'qnashuv ham katta zarar keltirishi mumkin. Yoki bo'lmasam nechidir santimetr joyini kraskasi ko'chsa ham uni kosmetika xizmati bilan qildirmoqchi bo'lsanglar ham ancha pul ketib qoladi. Yoki bo'lmasam qanaqadir joyi miyatina bo'ladigan bo'lsa, например, ikkita eshigi kattaroq g'ijimlanib miyatina bo'ladi, kraskasi ko'chmaydi. Uni miyatinasini chiqarishlik ham ancha katta pul hisoblanadi. O'shaning uchun shunaqa yomon holatlardan ehtiyot bo'lishlik uchun eng yaxshi sabab bu broni plyonka xizmatidan, himoya qoplamasini yopishtirishlik xizmatidan foydalanishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Boshlanish narxi 23.400.000 so'mdan boshlanadi. Dollarda hisoblasak $1800, $2500, $3000 gacha broni plyonka qildirtirsanglar bo'ladi. Menimcha broni plyonka haqida o'zi ko'p boshqa videolarimizda gapirganmiz. Hozir endi ikkitali oyna xizmatini bitta ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Bu 100% oyna edi. Qaranglar akalar, to'qda bu. 100%ni tushiramizda, 30%ni ko'taramiz. Men ko'ryapmanmi? Zo'rmi? Bu standart oyna hisoblanadi. Ya'ni o'sha davlat standartiga to'g'ri keladigan protsent hisoblanadi. Endi buni tushiramizda. Hozir sizlarga yana 100%ni ko'tarishga harakat qilamiz. 100%. Menimcha tushunarli bo'ldi. Ikkitali oyna qilingan bu mashina akalar. O'zi ko'plab turdagi avtomobillar ikkitali oyna xizmati bilan ta'minlangan edi shu paytgacha. Gentra, Nexia 3, Spark, Cobalt, Trailblazer, Tracker, Captiva, Tahoe, BYD Song Plus, ana endi Toyota 200 Land Cruiser. Ana endi mana BYD Han avtomobili ham ikkitali oyna qilindi. Mabodoga ikkitali oyna qildirsa bo'lar ekan. Ikkitali oyna xizmatiga 1 yil kafolat beriladi. Zazorlarga ahamiyat qilsanglar bo'ladi. Eshikni ochilib yopilishi hech qanaqa ta'sir bo'lmaydi. Bunaqa zazorlarni ham pritik turadi. Muammo yo'q. Xullas ochilib yopilganda ortiqcha ovozda chiqmaydi. 100 talining mazasi baribir mazada. Shu avtomobilga qilingan ikkitali oyna xizmati BYD Han avtomobiliga $1000 ga qilinadi. Gentra, Nexia 3, Nexia 1, Cobalt o'zimizda ommalashgan mana shu avtomobillarga $500 ga qilinadi ikkitali oyna xizmati. BYD avtomobillariga $1000, 200 galarga $1000 atrofida bitadi. Trailblazerga, Trackerga $800 atrofida bitadi. Mabodoga barchalarni boshqa xizmatlarimizga taklif qilamiz. E'tibor uchun rahmat. BYD Han avtomobiliga qilingan ishlarimiz haqida to'xtaldik. Narx-navolarni ham aniq-tiniq aytdik. Hammalarni kutib qolamiz. Salomat bo'ling.